Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldiniz. Men Nuriya Rahman. O'tgan qitimliq anglitishimizda marhum olimimiz Abdushukur Muhammad Emin tavalludining 89 yillik xotirasi munosabati bilan marhum Nur Muhammad Erkining Ruboiyat yosh olimning yangi amgiki nomli maqolasining birinchi bo'lagini o'qib bergandim. Bugun davomini o'qib tamomlaymiz. Xo'sh. Badiiylik avrishkilari. Birinchi. Odamni mabdun qiladigan o'xshatish. O'xshatish, ya'ni tashni she'riyatdagi asosiy stilistikalik mahorat vositalarining biri. Agar bir shoir she'rda o'xshatishga usta ekan, u she'rga usta degan so'z. She'r ma'lum ma'nodan aytganda o'xshatish demakdir. Attirgul ko'ngliking ichra qizil guldek chiroying bor. Ko'zingda xush tabassum, so'zlaringda ilm roying bor. Qara chaching agar tun bo'lsa, gul husningda oying bor. Biroq qalbingda kimlarga sening pinhon saroying bor. Shoir bu ruboining birinchi misrasida yarning ko'ngligini attirgulga, chiroyini qizil gulga o'xshatib, uning go'yo oq kumush rumkaga qizil yoqut kabi may qo'ygandek, go'yo subhi ufqiga shafaq qizillik rang bergandek rangdorligini tasvirlaydi. Uchinchi misrasida bo'lsa, mahbubining qora chechini tundek desa, uning husnini shu tunni yo'rtib turadigan oyga tamsil qiladi. Bu keyingi o'xshatish boldirqisidanmi apchilroq. Shuning uchunki oq kishiga qora kiyim shundoq yarashadi. Qorong'u kechada oyning husni shundoq ko'rkam bo'lib ketadi. Biroq hammadan muhim o'xshatish 4-misrada. O'zing shundoq sohibjamol deydi shoir. Lekin qalbingda kimlarga hozirlagan pinhon saroying bor? Sening ko'nglingda qanday sifatli kishiga o'rin bor? Shoir bu yerda sohibjamolning qalbiningmi oliyjanobligini mezon qilgan bo'lishni, uningga kelmas yaltiroq so'lat boyvachchalarga o'rin berilmasligini ogohlantirib, sohibjamolning qalbini pinhon saroyga o'xshatgan. Shuning bilan she'rning badiiyligi odamning zuq kelgudek darajaga ko'tarilgan. Ol ayni o'qi birla etib, o qilmiqing tasdir. Chiroyi arsh bilan ko'rsa, biroq qalbi hamon pastir. To'lin ay jobini zibo bilib, ishma uningdan may. Uning nur sho'lisidan lazzat abtirog'an chavar xasdir. Shoir bu yerda vafosiz, ujmi ko'ngil bir yarning obrazini sizib, uning sohibjamolligining darajasini arsh bilan kursdak egiz bo'lishidan qat'iy nazar o'xshatsimi, ammo ko'nglining pastligini eskartadi. Bu yerdagi chiroy bilan ko'ngil darajasining selishtirmasida, garchi uning chiroyi arishdak egiz deyilib, ko'ngli palon narsadak past deyilsin, ismi atalmagan bir o'xshatish yoshirilgan. U chiroyning darajasi qancha egiz bo'lsa, ko'ngli shuncha past degan o'xshatishdir. Bu ruboidagi o'xshatishning texmi baland yeri 3-4 misralarda. Abdur shu misralarda uning jamolining oyliqiga qarab jomidan may ichib qolma. U shundoq oyki, uning nur sho'lisidan chavar xaslarmi foydalanadi deb raqib kundashlarni chavar xaslarga o'xshatgan. Ikkinchi, odamni hayratda qoldiradigan balog'at. Balog'at talabga yetish demak bo'lib, she'riyatda so'zni eng yuqori pallaga yetkazish va o'tkir qilib aytish mahoratidir. Biri she'rning kuchlikligi balog'ati bilan o'lchanadi.
Senin okyaların kıldı tenimni tozutup vayran, şifa kılma tevip bes, ol bulup kalsın sadak orman. Senin əbsulların goya kılıçtek tıldı sinemni, yaramni tikme, kan deryasıdın üssün kemem her yan. Yana bir okuy. Senin okyaların kıldı tenimni tozutup vayran, şifa kılma tevip bes, ol bulup kalsın sadak orman. Senin əbsulların goya kılıçtek tıldı sinemni, yaramni tikme, kan deryasıdın üssün kemem her yan. Bu rubayda asasi maharet 2 ve 4 mısralarda. Abdur bu yerde tevibqa xitap qilib, işıq oqi köp tegib, oq qadılıp turgan meydanni davalayman deme. Meyli şundaq sansız oqlardın kökrikim oqlar urmini bolsun. Yarga xitap qilib, senin əbsullarının qılıçı tılgan meydanның yarısını tikimen deme. Meyli onun kan deryasıdın kemen üssün deydi. Şair bu rubayda sözüne balağatga kötürüp, işıq oqi tegiştin meydanın oq ormanlıqı aylanışını, yarının köңlini alaqzadı qılıdığan sözdün yarı bolgan köksüdün aqqan qanның kemi üzgüdek derya asıl qilishini aytqan. Üçüncü, muhtemilat, yani tuyuq ve söz oyunu. Rubayette şiiriyet maharetinin söz oyunu köp uçraydı. Bunun da muhtemilat, yani tuyuq ve tecnisi, yani şekilde sözler bilen yazılgan rubayiler köp. Köp bolgandı mı? Onun derecedin yuqarı bolganları var. Muhtemilat 4 misralıqdan yazılgan ve onun 1, 2, 4 misraları bir qafiyada keladigan rubayga o'xshash she'r bulup, mazkur 3 qurdaki qafiyada sözünün yazilish shakli o'xshash, ammo ma'nisi bo'lak bo'ladi. La ildin canımga otlar yaqılır, qashi qadimni japadin ya qılır. Men vapasi va'disidin şadmen, ol vapa bilmem ki qılmaz ya qılır. Navayi. Mazkur şiirideki 3 ya qılır'nın 3 xil ma'nisi var. Birincisi ot yaqılıdı, ikincisi yachaq qılады, üçüncüsü qılmaydı ya qılады. Şe'riyatda mundaq shakldosh kelgan so'zlar ma'nisi boshqa bo'lg'achqa, uning o'zi qafiyalik rol o'ynaydi. Ularning yeniga yana qafiya keltirish talab qilinmaydi. Ular shakldosh so'z bo'lsa-mu, ma'nisi o'xshash bo'lmag'achqa, radib takrar so'z qatoriga kirmaydi. Biroq ruboiyatning avtori she'riyatdagi san'atida uningdan bir daraja halqib o'tgan. Mağa qismet idi bir sir, onun palini el açtı. Adalet zər üzükke köz bolup, yaqut ləhəl açtı. Xoşal xəndan etər mən, zuq etər külkəm gibi bulbul. Körün pərhadığa şiirin, güzel rəngin tügəl açtı. Mazkur rubayının 1 misrasıdaki açtı, pal gördü. 2 misrasidagi açtı, zinnatini aşırdı. 3 misrasidagi açtı, yüzünü açtı ma'nosida keltirilgan. Bu ruboyidagi 3 açtı, 3 ma'nida kelgachga muhtamilat bo'lib, ish o'z o'lchimi bo'yicha o'rinib bo'lgan va ularning yeniga yana qafiyasimi zo'r emas edi. Abdur bu yerda shakldosh so'zning yeniga al, lahal, tügel degan qafiyalarni keltirib, qo'sh qafiyalik ruboiy, qo'sh qafiyalik muhtamilat yaratgan.
Şair yana bir qism ruboiylarni yakka va ba'zisini qo'sh tajnisi, ya'ni shakldosh so'z bilan yozgan. Tajnisi yezilish shakli o'xshash, ma'nisi boshqa bo'lgan so'z bo'lib, bu xil so'zlardan foydalanib, she'rda so'z o'yini yasash va mahorat namoyish qilish klassik adabiyotda bir xil an'ana. Shundaq she'rdan bir misol. Ala bo'lgandan ortiq, ko'milgan talmirib turgandan ortiq. Mazkur masnavining birinchi misrasidagi ikki ala so'zi bir xil yozilgan. Bir xil aytilgan bo'lsa-mu, ammo har birining ma'nosi bo'lak. Birinchisi ala bo'lgan, ya'ni ya oq ya qora emas. Ikkinchisi baras bo'lgan, ya'ni pesi ma'nosida keltirilgan. Shoir bu she'rda odam bir ishda ala, ya'ni ya o'g'ri emas, ya to'g'ri emas bo'lgandan pesi bo'lgan yaxshiroq. Bir odamning oldida behojat uchun talmirib turgandan o'lib ko'milgan tuzuk deydi. Ruboiyatning avtori ba'zi ruboiyni yakka, ba'zisini qo'sh tajnisi bilan yozgan. Yakka tajnisining misoli. Anlag'andim bu güzelning to'rt tarafdan danqini, sha'niga yoqqan edim har kunda isriq danqini. Buningda birinchi misradagi danqini so'zi shuhratini degan ma'noda kelsa, ikkinchi misradagi danqini isriq soldigan danqan ma'nosida kelgan. Qo'sh tajnisining misoli. Muhabbat to'yiga savza ninimni sen qalam qilding. Sadoqat shajariga qosh kirpikingni qalam qildim. Levingda mast qilib jamga etakingni alam qildim. Qilib band ishqi zindoning ara oxir alam qildim. Buningda birinchi misradagi qalam so'zi to'g'rash. Ikkinchi misradagi qalam so'zi odatdagi qalam ma'nosida. Uchinchi misrasidagi alam so'zi bayroq. To'rtinchi misradagi alam so'zi dard ma'nosida. Xo'sh. To'rtinchi. O'tkir yumoristlik kulki. Dunyoda hech nimadan qo'rqmagan odam zonliq kulkidan qo'rqadi deyishadi. Zulmatdagi yillarni 10 yil tillab, uning chaqlarini 100 she'ri bilan pash qilgandan bizning avtorimizdek asosiy maymoq yeriga qarab, xalq billa kulgidak bir kulib qo'yish kifoya. Bu ruboiyda shundoq kulkini ko'ladi. Charixning dardi to'la ovorisidan o'rgilay, xor etarga begunohni chorasidan o'rgilay. Peshvorim deb uni ko'ksim qanatsam bevafo, men qo'yib sungan sunuq jam kosasidan o'rgilay. 5. Avtorning she'riy tarjimaholi. Avtorimiz shoir kishi. Shoirning tarjimaholi meningcha she'riy faoliyatidir. Shoirlar o'zining kimligini har kuni nazmlarida ifodalaydigan kishilardir. Har bir shoirning she'ri o'zi haqidagi hujjat, isbot va tarjimaholdir. Shunga bizmi ruboiyatning avtorining tarjimaholini ruboiylardagi misralardan aqtiraylik. Balılık bana istak sevdası bilen kelmiş, yaşlık bana muhabbet balası bilen kelmiş. Şunca ömür suyu hayat g'ovg'asi bilen kelmiş. Ah, qiyrilik yana qayg'u so'g'isi bilen kelmiş. Shoirning ömür suyu shavqinsiz kelmagan. O'zi degandek hayat g'ovg'asi bilen kelgan. U nima uchun shundoq bo'lganligini mundaq e'lon qiladi. Kuyib cho'g' ustida sandal tinim davronni o'tkazdim. Ki sayyat oldida bo'lg'ach hiporim dashtu cho'l kezdim.
Yepak bərgəşkə bənd boldum, qurutdak mən g'ozak içirə. Yenib şamdak ada bolğan güzəllik mənisidin səzdim. Şaira o deydi. Kindikide işbarı bar keyik bilen ovçi həpilişidu. Məndə səyyat, yani ovçini qiziqtiradigan alohida narsa bolğaşqa u mən bilen həpiləşdi. U manga köp avarçılıq saldı. Mən çöl dəştdə sərsam boldum. Hünərim yipək beriş turuqluq g'ozak içige bənd boldum. Yoruq çaçımən dəb şamdak köyüp riyazet tartdım. Biroq bularning hammasi manga güzellikning mohiyatini tushundirdi. Abdurning ismi kitob beshida yoziqliq. Biroq uning bilan tanishmagan kishi qaysi Abdushukur deb so'raydi. Biz uningga do'ppi kiydirmay, hozir xalq atavatgan etini deymiz. Dashi Abdushukur. Bizningcha bu tasaddibiy atalgan nom emas. U tarixning bergan unvoni. Uning butun qalbi xalq uchun shaydo bo'lganidek, uning butun hayoti ilm, ma'rifat bilan hamroh. Qiziq ish. Uning ismig'imi Dasho'ga kelib ulpat bo'lgan. Bu nima degan baxt? Bir odamning etiga yomon emas, maktab, ma'rifat, ya'ni kelib oliy maktab, ilmu hikmat ma'nisidagi nom qo'shilsa. Buni atayin qurashtirg'ili bo'lmaydi-da. Tafakkur ash ozuqi janoni yari, kitobni ulpti ham ro'zig'ari. Qalamni gara anga tulpar deganda, fikr javloniga qog'oz diyar. Abdushukur go'yo anasining qo'rsqidan inga o'rniga ilm deb tug'ildi. U ilm beshkida cho'ng bo'ldi. Ilm suyida aqdi. Ilm o'tida ko'ydi. Ilm uni do'stlarining hurmatiga ega qildi. Ilm uni dushmanlarning jasosiga yo'liqtirdi. U diyorimizdagi ziyolilarga termometr bo'lib qoldiki, qaysi bir davrning ilmu irfon bilan xo'shi yo'q ekan, uning bilan xo'shi yo'q bo'ldi. Qaysi bir davr ilmu irfonga ahamiyat berdi, uningga ahamiyat berdi, uni qadrladi. Zamonimiz ilm fanni qadrlaydigan bo'lg'ash, ilm oshiqi Abdushukur qadrlandi. Uningga professor deb unvon berildi. Qadrlab may ko'tarigin ko'rginingda ahli furqatni, judun mo'ldirlari taqagan uning bo'yniga zumratni. Tepish tas bog'i firdavs bilan shahri parizotdin, bo'ron dahshatlaridan husn topgan muncha zinnatni. Bu ruboyi uning hayotining tarjimaholidir. U bu yerda o'z obrazini to'g'ri sizgan. Bo'ron dahshatlaridan husn topgan kishi kam kutsiz uning obrazi. Abdushukurning tarjimaholidagi aloylikdan biri so'zi bilan harakatining birligidir. Uning ruboiyatda aytganlari o'z sarguzashtlarini asos qiladi va o'qib bilib o'rganganlarini yakunlaydi. Agar shoir o'zi xalqqa da'vat qilgandek, hayotda, xususan siyosiy hayotda bir yuz bilan yashagan, bir til bilan so'zlagan ekan, uning so'zini 100 hassa ortiq aziz ko'rishga bo'ladi. Chunki undaq so'z obro'yli so'zdir. Abdurimiz ayni zamonda mundaq degan va degan gapida turgan. Mushaqqat tog'i boshimda, biroq faryoda atmasman, ki istig'for bilan ishrat ko'rishni yoda atmasman. Hayotim nomai oshkor, manga ordur siri pinhon, ichishga sharbati omad, qisib ko'z jodu atmasman. Endi u mundaq demakda.
Aşu nakes əfsunini oquğan tətur o gün. Nəmalı iqrar bilən gum boldu köp yıllık tügün. Mən quyaşqı təlmürüb kütkən idim tan lütbini. Örledi başımni asmança qilib qalbimda kun. Şundaq, bugün onun beşi asmançı boldu. Onun qalbida haqiqatning quyoshi o'rladi. Bu ilm irfan bulbuli hozir mundaq sayrig'ila turdi. Navbahar boldi içildi bu vatan bu gül yana. Sayrımoqda gül üçün shaydo bo'lib bulbul yana. Qildi jilva bezidi tongning nuri bog' husnini. Qaytadan kirdi sadoga panjigah marg'ul yana. Xulosasi shuki, bir elning ro'naq tepishidagi muhim bir omil o'zining iqtidorli odamlarni bayqash va qadrlashni bilalishidir. Tegil. Şunun bilan merhum alimimiz Abdüşkür Muhammed Emin tavalludining 89 yillik xotirasi bilan sizlarga sungan ruboiyat yosh olimning yangi amgiki nomli bu maqolani o'qib tugatdik. Merhum alimimizning shundaqla bu asarni yozgan merhum Nur Muhammed Erki efendilerinin o dünyalığı cennette nurla içinde bolsun. Xoş, ahırda huzurunlarga qısqa bir sinni sunumen bu ötkende Cenva kölü boyida tapqan görünüşler. Bilisizler Cenva'nın xalqaradagi o'rni xeyli muhim bo'libmi siyosiy, iqtisodiy jihatlarda. Bundan boshqa Cenva'nın yana xalqarалық madaniyat markazi degan nomi bor. Shuning uchun dunyoning har qaysi joylaridagi artistlar Janvaga kelib har xil madaniyat faoliyatlarini elib boradi. Undan boshqa Janvada shu ko'chalarda elib beriladigan ko'rgazmalar, har xil usul yoki boshqa faoliyatlarmi davomli bo'lib turdi. Bugun hozirlarga sundig'im ötkende Janva kölü boyida elib berilgan Venice karnaval bayramını taqlid qilib o'rinlashtirilgan bir faoliyat. Odamlar ancha ko'p emas, lekin yana shundaq bir zo'q shodlik ato qiladi ekan kishiga. Bilisizlar, Venice'ning bu karnaval bayrami 17-18 asrlardan tortib davom qilayotgan bir an'anaviy bayram. Buningda shu bir kunning ichida mayli kambag'al bo'lsin yoki boy bo'lsin, o'zlari xohlagan shaklda yasinib, yuzini etib olib bir kun faoliyat elib boradi. Ya'ni boylar shu kuni bir kambag'al shaklda yasinib bir kunni o'tkazishi yoki kambag'al namrat kishilar esizodlardek yasinib yana xushal bir kunni o'tkazishi mumkin. Tövende emse şu holatni merkez qilib turib elib berilgan Janvadagi bu faoliyatdan biroz bahra olg'aysizlar. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish munbirimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
menin çırayımı unut tüzrek unut kılgan sözlerimni unut tüzrek unut kılgan sözlerimni unut menin çırayımni unut kılgan sözlerimni unut birge yürgen günlerimi unut hoşallık günlerini unut birge yürgen günlerimi unut hoşallık